Bu kunda Alloh bir qavmlarning tavbasini qabul qilgan dedik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishiga aytganlar: "Agar Ramazondan keyin biror oyning ro'zasini tutmoqchi bo'lsang, Muharramni tut" dedilar mana. Ashura borda unda. Chunki aytayaptilarki, unda bir kun bor. Unda Alloh bir qavmlarning tavbasini qabul qilgan va boshqa qavmlarning ham yana tavbasini qabul qiladi. Yana rivoyatlarda keladi, Abu Ishoq rivoyatida mana. Muharram Allohning oyi. Bu yilning boshi. Unda nomi amallar, kitoblar yoziladi. Tarixlar tarixlanadi. O'shanda tudrabul variq, fihi tudrabul variq. Unda variq aslida bu yerda dirham, ya'ni kumush. Kumushlar chop qilinadi, deyapti. Ya'ni har yil boshida yangi pullar chiqariladi, ya'ni rizqlar taqsimlanadi demoqchida qisqasi, ya'ni. Va bu kunda bir kun borki, Alloh taolo u kunda bir qavmlarning tavbasini qabul qilgan. Ya'ni o'sha Ashura kunida. Senga ham ro'zador holatingdagina o'tsin bu kun deyishyapti. Yana Abu Musa al-Madini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan keltiradilar. Bu kunda Alloh bir qavmlarning tavbasini qabul qilgan, u kunni sizlar ham namoz va ro'za bilan o'tkazinglar deyilyapti. Ya'ni Ashura. Yana aytilgan ekan mana, Ashura kuni u kunda Alloh Yunus alayhisolamning qavmining tavbasini qabul qilgan ekan. Iymon keltirganda, ya'ni Yunus alayhisolamning qavmi. Va yana Ibn Abbosdan keladi, u kishi aytgan ekanlar, bu kun Odam alayhisolamning tavbasi qabul bo'lgan kun. Yana Vahbdan keladi. Alloh taolo Musa alayhisolamga vahiy qilgan ekan. Qavmingga buyur, menga Muharramning avvalgi 10 kunligida qurbat hosil qilsin. Ya'ni ibodatlar bilan Allohga yaqinlik hosil qilsin. Agar 10-kuni bo'lsa, mening oldimga chiqishsin, ularni mag'firat qilaman degan. Buni ham tushuntirdik. Ikrimadan keladi, u kishi aytgan ekanlar, bu kun Alloh unda Odam alayhisolamning tavbasini qabul qilgan kun. Ya'ni Ashura. Qotada ham shunday degan ekan mana. Bizga aytilinardi, bu kunda Alloh Odam alayhisolam tavbasini qabul qilgan va u kishini yerga tushirgan Ashura kunida deyilyapti. Ali radhiyallohu anhu hadisida Rasululloh so'zlari kelgan. Boshqalarni ham Alloh tavbasini qabul qiladi bu kunda deyilgan. Demak, odamlarni bu kunda tavba-i nasuhaga undalinyapti mana. Va haqiqatdan ham tavba qabul qilinishligi umid bor ekan bu kunda. Alloh taolo shuncha odamlar tavbasini qabul qilgan va yana qilaman ham deb qo'ygan mana shu kunda. Alloh taolo aytgan: "Fatalaqa Adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi innahu huvat tawwabur rahim." Odam Robbisidan bir kalimalar o'rgandi. Oldi Allohdan, ya'ni ta'lim oldi. Alloh o'zi o'rgatdi kishiga, Alloh keyin u kishining tavbasini qabul qildi. U tavbalarni qabul qiluvchi rahimli zotdir dedi. Va Alloh Odam alayhisalom va uning jufti haqida xabar qilgandiki, ular demak o'sha kunda duo qilgan, mana duoni o'sha kun qilgan. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Shu duoni qilish kerak bo'lib chiqyapti o'sha kunda. Ya'ni ey Robbimiz degandi ular Odam alayhisalom bilan Havo. Biz o'zimizga zulm qildik. Agar bizni mag'firat qilmasang, rahim qilmasang, biz yon ko'ruvchilardan bo'lamiz degandilar. Demak, hozir mana o'sha Muharramning 10-sida mana shu tavbalar qabul bo'lgan ekan Odam alayhisalomni. Mana shu duoni qilish kerak bo'ladi. U kishi qilganlar shu duoni. Umar ibn Abdulaziz butun shaharlarga maktub yozgan ekan, aytgan ekanki, otalaring Odam aytgan duoni aytinglar deyapti mana shu kunda. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin duosi. Va Nuh aytgan duoni ham aytinglar. Va illa taghfirli va tarhamni akun minal khosirin deganlar. Agar meni mag'firat qilib rahim qilmasang, ziyon ko'ruvchilardan bo'laman. Va Musa aytgan duoni ham aytinglar. Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli degandilar. Ey Robbim, men o'zimga zulm qildim, meni kechir degan. Alloh kechirgandi. Va Zunnun Yunus alayhisalom aytgan duoni aytinglar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosi. Payg'ambarlar duolari hammasini mana shuni o'qinglar deyapti.